Hop, do'stlar, hamma xayrli kun. Mana hozir 3-jahon urushi boshlandimi degan narsalar ko'payib ketdi. Kelinglar sizlarga o'zim tushunganim bo'yicha ozgina sizlarga tushuntirib o'tib ketsam. Iloji boricha like bosib qo'yinglar, chunki bu videoni ko'proq odam ko'rishi kerak. Kelinglar bunday qilamiz. Avval tarixda qaytamiz. Har bir inson jahon tarixi, O'zbekiston tarixini maktabda o'qigan, to'g'rimi? O'sha maktabda o'qiganda tarixlarda hech qaysi davrda mana shunchalik tinchlik bo'ldi, mana shuncha vaqt shunaqa narsa bo'ldi degan narsa bo'lmagan. Tarix har doim urushlardan iborat bo'lgan. To'g'rimi? Endi hozir nima bo'lyapti? Dunyo juda ko'p vaqt tinch turib ketdi. Aslida unda ham tinch bo'lmagan. Misol uchun katta urushlar ko'rmagan. Eng katta urush mana shu yaqin kelajakda 21-asrda bo'lsak, bu Rossiya va Ukraina, keyin Isroil bilan Falastinning urushi bo'ldi. Endi kelinglar. Isroil bilan Amerika Eronga hujum qildi. 3-jahon urushi bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Hozirda o'ziga mana qaranglar. Hop, birinchi Rossiya bilan Ukraina olishdi, urushni boshladi. Keyin Isroil bilan Falastin. Undan keyin sal kattaroq to'qnashuv Pokiston bilan Hindistonda bo'ldi. Undan keyin yana bitta katta jang. Bu ikkalasi Afg'oniston bilan Pokiston bilan bo'lyapti yana. Eng qizig'i, Pokiston Eronga yordam beraman degan, Afg'oniston ham Eronga yordam beraman degan mahal ikkalasi urushib qolyapti va 2 kundan keyin qaranglar, e'tibor beringlar. Mana shu joyga e'tibor beringlar. 2 kundan keyin Amerika hujum qilyapti va qaysi vaqtda? Bizning musulmonlarning eng ulug' oyida, Ramazon oyida hujum qilyapti do'stlar. Bu tasodif emas. Bu o'ylangan reja. Yana birinchi 10 kunligida 28-fevralning oxiri 1-mart boshlanish bo'lib, shunaqa joyda salkam 13 kunligida, ro'zaning birinchi 13 kunligi yetmadi-yu, lekin shunga boryapti va Ali Xomanay Eronning oliy rahnamasini o'ldiryapti do'stlar. Bu umuman oddiy narsa emas, chunki bularda Isroil va Amerikaning nima deydi, rejalari eng kattasini yo'q qilish birinchi o'rin. Eng kattasini yo'q qilsak, o'shanda hammasini tugatamiz. Tushunyapsizmi? Plus ilonni boshsiz qoldirish degan ma'noda ketyapti. Va hozirda o'ziga mana shu Amerika, Isroil, Eron uchalasining o'rtasidagi urushlarda hozirda o'ziga 18 ta davlat qo'shildi. Tasavvur qilyapsizlarmi do'stlar? Bu 3-jahon urushi deyiladi. Albatta 3-jahon urushi va eng qizig'i 3-jahon urushini sionistlar, ateistlar, uni xudosizlar bilan musulmonlar o'rtasida bo'ladi deyilgan. Va bu juda katta narsa do'stlar. Amerika bazalari Yaqin Sharqda eng arab davlatlarining hammasida bor. Shuning uchun ham nima deydi, bu juda katta urush bo'ladi va bu urush yaqin kunlarda kamida 6 oy, 1 yil yoki 3-jahon urushini davomiga tortib ketadigan darajada katta bo'ladi va hozir biz taraflarda, masalan Qozog'iston qo'shinlari yuqori shay holatga keltirilgan va boshqalar ham xuddi shunday shay holatga keltirildi. Sababi bag'dan Afg'oniston bilan Pokiston jang qilib yotibdi. Eron, Amerika ular uzoq emas bizdan, Markaziy Osiyodan uzoq emas va yaqin vaqtlar ichida Xitoy ham Tayvanga yurish qilishi mumkin. Endi Eron bu urush to'xtamasligining sababi nimada? Eron oliy rahnamasini o'ldirdi do'stlar, Ali Xomanay. Bu Shia davlati, Shia musulmonlar orasida u nima desa bo'ladi, ammo Mahdiyday unga shu darajada katta mehr ko'rsatishganki, uni Imom Mahdiy deb o'ylashgan. Tushunyapsizlarmi do'stlar? Imom Mahdiyni musulmonlar juda yaxshi biladi. Agar yanada bundan ko'proq video chiqishini xohlasalaring, sizlar o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Men nasib katta video chiqaraman. Bu yerda juda katta o'yin bo'lyapti. Men sizlarga o'z tushunganlarim bo'yicha sizlarga eng to'g'ri yo'llarni, masalan, eng to'g'ri ma'lumotlarni yetkazaman. Sizlar o'z fikrlaringizni qoldiringlar. 3-jahon urushi boshlandimi, yo'qmi? Nima deysizlar?